Shima do'stlar, maqolamniki sovg'atqusi chiroyliqmikan? Bek umanqa. Buning ichida mashina squba, rasm chizib, butunlay qo'lda yasab bergan. Yana birsim bor miyada, shunchaki chiroyliq. Yandan akeldigan sovg'at qaplatdim, shundan seppadim, dayalarim shunda umaqa. Topshirib olg'uchimi shunda xush bo'ldi, ichib ko'riblar. Mana bir oylik ishlarininki 3 odamning rasmiya mana. Mana yoq taraf bo'lsa ism, uchaylarning ismi mana bek umaq. Ko'rinib turdi mana. Ma birisini ko'rib yiqinglar, ma qarisini eshitgini. Bu qopbek chiroyli qap paqir qibat exe. Mana bu shu bir oylik ishlari 3 odamning rasmi. Qanshisi mana. Ish qanshilarni tanlab bizanlar men avvalsanlar shu bo'yicha yasab berman yoki men o'zingiz laylab bering, o'xshamaydigan qilib desanglar bo'ldi. Men yana birisi bu qizil qapbek chiroyli. Bu ishkaylarning rasmiya. Bek umaq. Mana mana mashina suqishni yasayotganim hozir 4 yildan ish bitdi. O'zimning ijodiyatiga. Aslida shu uyda bor narsalardan foydalanib, yo'lishimning yangi olgan mashinasiga o'zim yasab bergan. Undan keyin do'ying chiqarsam shunchaki xo'lib ketdi. Shundan tortib hozirgacha o'zim laylab yasab kelyapman. Nurg'un do'stlar yasabdi, to'rab yasab yiqibdi. Yana ko'p xaridorlar meni izlaydi. Yuanchuangsi mana. Amsa do'stlar, davomli zakaz qabul qilmay, shishin qilib so'rasanglar bo'ldi. Xayr xo'sh.